Salom, mening ismim Abdulloh va men 15 yoshdaman. IELTSdan Registon o'quv markazida ta'lim olib, overall 7 ballni qo'lga kiritdim. Registon o'quv markazida qachondan beri va qaysi ustozda ta'lim oldingiz? Registon o'quv markazida Registon grantida 4 oy davomida ta'lim olib, Mr. Jackning kurslarini, Maximizer kurslarini tugatib, overall 7 natijani qo'lga kiritdim. Ustozimizning aynan qaysi jihatlari sizga ko'proq yoqdi? Javohir ustozning juda ham ko'p xarakterlari menga manzur kelgan. Masalan, ustoz doimo bizni general Englishimizga ishlashga harakat qilardi va natijada ko'plab skilllarim ya'ni tepaga chiqib ketgan. Listeningni 8,5 ga olib chiqish uchun nimalar qildingiz? Listeningni 8,5 ga olib chiqish uchun asosan men YouTube'da videolar ko'rdim va movielarni ham har hafta ko'rib turardim. Va asosan yana bitta texnika bu listening audioni 1,5 ta practice qilish edi. Kelajakdagi planlaringiz qanaqa endi? Kelajakda Registon menga bitta narsani o'rgatgan, aim for the highest, ya'ni balandlarga, cho'qqilarga intil va shuning uchun men 7 bilan to'xtab qolmayman, 8,5, 9 ga harakat qilaman. Bu maqsadlaringizga erishishingizga tilakdoshmiz. Registon o'quv markazini 1 dan 10 gacha baholay olasizmi? Registon o'quv markazini albatta 10 dan 100 bergan bo'lardim, chunki bu yerda natijali tizim va har bitta o'quvchiga fokus qaratiladi. Keyingi ishlaringizda omad tilaymiz.